Assalomu alaykum barchaga. DTM imtihonlarda tushishi mumkin bo'lgan majburiy matematika savollarni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng katta 4 xonali juft sondan eng kichik 3 xonali natural tog' sonini ayring deb so'ralmoqda. Demak, eng katta juft 4 xonali sonimiz 9998. Endi bundan 3 xonali natural tog' sonini ayirishimiz kerak. Eng kichik 3 xonali tog' sonimiz 101. Endi ayiradigan bo'lsak, 8 dan 1 ni ayirsak 7, 9 dan 0 ni ayirsak 9, 9 dan 1 ni ayirsak 8, 9 ni o'zi, ya'ni 9897 hosil bo'lar ekan. Bu B javobda keltirilgan. Endi son o'qida tasvirlangan A, B sonlar uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri to'g'ri deb so'ralmoqda. Biz bilamiz 0 dan oldin manfiy sonlar turadi. Bu esa musbat, bu ham musbat. Endi A ga C ni ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni manfiy songa musbat sonni ko'paytiradigan bo'lsak, A ko'paygan C biz uchun 0 dan kichik bo'lar ekan, bu xato. Endi A ko'paygan B ni topadigan bo'lsak, bu 0 dan kichik. Mana shu biz uchun to'g'ri javob. Bu B javobda keltirilgan. 3-chi misolimiz tenglamani yeching. Endi 1,5 ni 6x ga ko'paytira olamiz. 1,5 ni 6x ga ko'paytirsak, demak 9x hosil bo'ladi. 1,5 ni endi 8 ga ko'paytiramiz. Bu bizga 12 ni beradi. Teng 12x minus 3 ga. Endi bu yerda 12 ga 3 ni qo'shib olamiz va 12x dan 9x ni ayiramiz. Natija 3x. Shunda 15 teng bo'ladi 3x ga. X ni qiymati 15 ni 3 ga bo'lsak 5 ga tenglik kelib chiqadi. Bu A javobda keltirilgan. Xo'p, 4-chi misolimiz masala ekan. Sotuvchi 585 kilogramm meva sotganidan so'ng 590 kilogramm meva sotilmay qoldi. Sotuvchi mevaning necha foizini sotgan? Dastavval qancha meva borligini topib olamiz. Ya'ni 585 ga qo'shamiz 390 ni. Natijada 975 kilogramm meva borligi kelib chiqadi. Buning uchun endi necha foizini sotganini topish uchun 585 ni bo'lar ekanmiz 975 ga. Foizda so'ragan uchun 100 ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni 100% ga. Natijamiz esa 60% ga kelib chiqadi. 5-chi misolga yetib keldik. 6, 7, 8 raqamlardan foydalanib raqamlari takrorlanmaydigan nechta 3 xonali natural son hosil qilish mumkin deb so'ralmoqda. Endi bu yerda ham quyidagicha demak 3 xonali son hosil qilishimiz uchun raqamlari takrorlanmasin deb so'ralmoqda. Ya'ni birinchi 3 xonali sonimizni birinchi xonasiga demak 6, 7 va 8 raqamlarini 3o'dan demak uchalasini qo'yishimiz mumkin. Ya'ni tanlashlari imkoniyatlar soni 3 ta. Endi raqamlar takrorlanmasin deganligi uchun ikkinchisiga, misol uchun birinchisiga 6 ni olsak, ikkinchisiga 6 ni ola olmaymiz. Shuning uchun 7 bilan 8 dan ikkovidan bittasini olamiz. Ya'ni qo'yish imkoniyati 2 ta va oxirgisiga bitta bo'ladi. Shularni ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni 3 ko'paygan 2 ko'paygan 1. Bu bizga 3 faktorialni beradi. Ya'ni 6 ga tengligi kelib chiqar ekan. Ifodani soddalashtiring 6-chi misolimizda. Endi 5 ko'paygan 2a minus b minus 6 ko'paygan 4a minus 3b. Endi qavsdan ochib chiqadigan bo'lsak, ya'ni qoida 5 ni 2a ga, 5 ni b ga ko'paytiramiz, 6 ni 4a ga, buni 3b ga. Natijada 10 ta a minus 5 ta b minus 24 ta a plus 18 ta b hosil bo'ladi. Endi 10 tadan 24 tani ayirsak minus 14 ta a minus
5 ta bga 18 ta bni qo'shadigan bo'lsak, plus 13 ta b hosil bo'ladi. Bu javob bizda B javobda keltirilgan. 7-misolda diagrammadan ma'lumotdan foydalanib xonadonning umumiy maydoni yuzini toping deb so'ralmoqda. Hozirgi kunda demak majburiy matematika savollarida aynan shunga o'xshagan misollar ko'p tushilmoqda. Demak, birinchisi mehmonxona. Demak, umumiy maydoni bu biz uchun 12 metr kvadratga teng ekan. Oshxonaning umumiy maydoni 5 metr kvadrat. Demak, yuvinish xonasining umumiy maydoni 4 metr kvadrat. Dahliz umumiy yer maydoni 3. Va oxirida balkon. Demak, umumiy yer maydoni bu ham 3 ga teng ekan. Endi shularni qo'shib chiqamiz. Ya'ni 12 qo'shilgan 5 qo'shilgan 4 qo'shilgan 2 ta 3imiz 6. Natijada demak bu 27 metr kvadratga teng ekan. Demak, xonadonning umumiy yer maydoni bu C javobda keltirilgan. 8-misol, kubning hajmi 1000 santimetr kubga, to'g'ri burchakli parallelpetning hajmi esa 500 detsimetr kubga teng. Parallelpet va kub hajmlarining nisbatini toping deb so'ralmoqda. Endi bu yerdan quyidagicha almashtirish olamiz. Ya'ni bizda 1 detsimetrimiz 10 santimetrga teng. Shuning uchun 1 detsimetr kubimiz biz uchun 1000 santimetr kubni beradi. Endi bu yerdan 50 detsimetr kubimiz biz uchun 1000 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 50 ming santimetr kubni bo'lishim kerak. Demak, 1000 santimetr kubga natijada 50 bo'lingan 1 hosil bo'ladi. Bu B javob ekan bizda. Endi rasmdagi ma'lumotdan foydalanib 9-misolda bo'yalgan soha yuzini yig'indisini hisoblang deb so'ralmoqda. Ya'ni detsimetr kvadratda. Buning uchun mana bu qismchani demak biz bu tomonga ko'chirib olamiz. Shu holatda. Ya'ni shu yerga ko'chirib olsak bizga to'g'ri to'rtburchak hosil bo'lib qolar ekan. Ya'ni to'g'ri to'rtburchagimiz quyidagi shakl holatda. Ya'ni mana bu uzunligimiz 10 detsimetrga teng. Bu tomonimiz esa 5 detsimetr hosil bo'lib qoladi. Ikkovini ko'paytirsak 10 kira 5 50, ya'ni 50 detsimetr kvadratga teng ekan bo'yalgan soha yuzi. Bu A javobda keltirilgan. 10-misolda rasmdagi O nuqtadan o'tuvchi 3 ta to'g'ri chiziq tasvirlangan. O, A, B burchak kattaligini toping deb so'ralmoqda. Endi shu burchakni x deb oladigan bo'lsak, biz uchun mana bu burchagimiz ham x bo'ladi, chunki ikkovi vertikal, ya'ni teng burchaklar. Endi mana bu biz uchun yoyiq burchak ekanligidan, ya'ni 80 gradus qo'shilgan 50 gradus qo'shilgan x teng 180 gradus bo'ladi yoyiq burchagimiz. Endi bu yerdan x topadigan bo'lsak, 130 qo'shilgan x teng 180 gradus. X'imiz demak 50 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bu A javobda keltirilgan. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoni demak majburiy matematika tayyorlanayotgan tanishlaringizga yuborib qo'yasiz.